tovar xom ashyo birjasida spot bo'yicha agar gapirsak agar mahsulotni tanlash quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni siz birjaning platformasiga kirasiz, saytiga kirasiz, O'zEksportga o'z saytiga kirgan holda o'sha yerda bo'lim bor. Birja savdolari degan. Birja savdolari bo'limiga kirasiz. Kirgandan keyin sizga umumiy holatda shu paytgacha ochilgan kontraktlar kerakmi yoki aynan shu bugunga qo'yilgan kontraktlar kerakmi? Birinchi navbatda ana shuni aniqlash kerak. Agar siz mana shu bugun aynan qaysi mahsulotlar savdoga chiqqanligi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, siz birja savdolari va birja savdolariga qo'yildi so'mga kirasiz. Agar siz mahalliy O'zbekiston hududida ishlab chiqarishingiz bo'lsa, agar siz eksportyor bo'lsangiz yoki siz importyor bo'lsangiz, u holda siz birja savdolariga qo'yildi USD belgisini bosasiz. Ya'ni valyutada, AQSh valyutasida aynan qaysi mahsulotlar birja savdolariga qo'yilgan, eksport yoki import uchun.